Eng go'zal safar. Bilasizmi, hayoti davomida inson ko'plab safarlarga chiqadi. Kimdir rizq talabida, kimdir ilm talabida, yana kimdir esa dunyoni ko'rish, sayohat qilish uchun safar qiladi. Safarlar ichida umuman o'zgachasi bor. Bilasizmi, u qanday safar? U ibodat safari, u umra safari. Bu safarni niyat qilishingizni o'zidanoq hisobingizga ajr-savoblar bitila boshlaydi, inshaalloh. Mana umraga yo'l olyapsiz. Yaqinlaringiz bilan xayrlashib, samolyotga chiqdingiz. Endi oldingizda o'sha tushlaringizda ko'rgan muqaddas shaharlar, Madina va Makka ziyorati turibdi. Qanday hissiyotlar og'ushida bo'larkansiz? Qalbingizni qanday tuyg'ular to'ldirar ekan? Nurli shaharda, Masjidi Nabaviyda o'tadigan kunlaringiz jamoat namozlari, ravzaga, jannat bog'chasiga kirish, Rasulullohga salom berish savobidir. O'sha yerda qolib, o'sha muborak payg'ambar shahrida yashashni, sokin hayot kechirishni orzu qilmagan odam bo'lmasa kerak. Yana qalbingizdan nimalar o'tishi, qanday huzur va halovatni topishingiz yolg'iz Allohga va o'zingizga ma'lum bo'ladi.